هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Enbiya tefsiri 76. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Enbiya suresi 76. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Nuh'nun kıssasını bayan kıygan. Öz vaxtıda o mezkur peygamberlerden burun kavmige Rabbim yeryüzüde küffarlardan birini mi koymagın dep beddua kılgan idi. Biz onun duasını icabet kıldık. Onu ve onun ailesidekilerini ve onun bilen birlikte boğan müminlerini büyük baladan, yani tufan balasıda garık boluştan kutquzduq. Yani Nuh'ni kavminin şerrinden kutquzup ularni halak kıldık. Bizning ayetlerimizni inkar qilgan kavmga qarshi onunğa yordam berdik. Ular haqiqatan yomon qavm edi. Ularning birini mi qo'ymay hammasini g'arq qildik. Nuh alayhissalom bilan uning qavmining qissasi. Alloh taolo bendisi ve peygamberi Nuh aleyhisselamның kavmi onunğa iman etmaganlık üçün ularga hakikaten men bozak kılındım, yardım qilgin. Rabbim yeryüzüde kafirlarning birini mi koymagın? Eğer ularni koysan şübhisiz ki bendelerini azdırdı. Ularning tapgan ballarımı fakat facir, kafir buludu dep beddua kılgan vaqtida onun duasını icabet kılganlıktan haber berip mundaq dedi. Nuh'nun kıssasını bayan kılgan. Öz vaxtıda o mezkur peygamberlerden burun kavmige Rabbim yeryüzüde küffarlardan birini mi koymagın dep beddua kılgan idi. Biz onun duasını icabet kıldık. Onu ve onun ailesidekilerini ve onun bilen birlikte boğan müminlerini büyük baladan, yani tufan balasıda garık boluştan kutquzduq. Yani Nuh'ni kavminin şerrinden kutquzup ularni halak kıldık. Allah Teala Nuh aleyhisselam'a iman etgan azgını kişilerden başkasını halak kılıp etkenlikki haqida mundaq deydi. Tufan balası toğrısıdaki buyruğumuz yetip kelgen ve yeryüzüden su itilip çıkan çağda kimiga hayvanatlardan erkek dişi bulup bir cüpten ilip algan ailandikiler bilen halak boluşu hüküm kılınganlar, yani Nuh aleyhisselamның ayali Vaile bilen oğlu Kenan bunun sırtıda ve iman etganlar bilen kemiga çıqqan dedik. Onun bilen fakat azgını kişiler iman etti. Nuh aleyhisselam kavmini Allah Teala'ga iman etişqa 950 yıl çaqırdı. Ularning içinden fakat azlı bir kısmı onunğa iman keltirdi. Ular balı çaqıllarına asr mu asr, avlad mu avlad Nuh aleyhisselam'a aziyet berişke ve qarşı çıkışqa vasiyet qilishadi. Bizning ayetlerimizni inkar qilgan kavmga qarshi onunğa yordam berdik. Ular hakikaten yaman kavm idi. Ularning birini mi koymay hammasini g'arq qildik. Yani Nuh aleyhisselam duada tiligandek yeryüzüde ulardan bir kişi mi hayat qolmadi. Davud bilen Süleyman'ın qissasini bayan qilgan. Öz vaqtida bir kavmning qo'yi keçisi ziraatni yeb buzib etganda
u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ularning hukmiga biz shahid edik. Qandoq hukm qilishni biz Sulaymonga bildirdik. Ularning har biriga hikmatni va ilmni ato qildik. Tog'larni, qushlarni Davud bilan tasbih etishga musaxxar qildik. Shunda qilishga biz qodir edik. Janglarda sizlarni yarador bo'lishdan saqlash maqsadida Davudga sizlar uchun savut yasashni o'rgatdik. Sizlar buningga shukr qilamsizlar? Ya'ni shukr qilinglar va ne'matning qadrini bilinglar. Sulaymonga qattiq chiqadigan shamolni musaxxar qilib berdik. Shamol Sulaymonning amri bo'yicha biz barakat qilgan zaminga, ya'ni Shamga baratdi. Biz hammani bilgichimiz. Sulaymonga yana bir qism shaytonlarni musaxxar qilib berdik. Ular dengizlarga cho'kib, uningga unchi marjon go'harlarni suzib chiqatdi. Ular yana shaharlarni, egiz saroylarni selishdek boshqa ishlarni qilatdi. Biz ularni Sulaymonning itoatidan chiqishdan saqlaydik. Davud alayhissalom bilan Sulaymon alayhissalomlarga berilgan alomatlar va kechisi ziroatni yeb qo'ygan qo'yning qissasi. Davud bilan Sulaymonning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida bir qavmning qo'yi kechisi ziroatni yeb buzib etganda, u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ularning hukmiga biz shahid edik. Abu Ishaq Muradin İbn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qildi. U ziroat sapoqlari toza to'shqan üzümlik bog' edi. Surayhmu bu vaqtda shundaq dedi. Ibn Jarir Ibn Mas'ud radhiyallohu anhumaning Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. U sapoqlarga to'shqan üzümlik bog' edi. Qo'y u üzümlikni chaylab vayron qilib etdi. Davud alayhisalom qo'yni üzümlikning egisiga buyurib berdi. Sulaymon alayhisalom ey Alloh taoloning payg'ambari deb o'zining bu masalaga boshqacharoq qaraydiganligini bildirdi. Davud alayhisalom Sulaymon alayhisalomga qarshingni deb boqmamsan dedi. Sulaymon alayhisalom undaq dedi. Üzümlik bog' qo'yning egisiga berildi. Qo'yning egisi onu burunqidek o'ngshab berdi. Qo'y üzümlik bog'ning egisiga berildi. Üzümlik bog'ning egisi bog' burunqi asliga kelib bo'g'icha u qo'ydan foydalanib turdi. Keyin üzümlik bog'mi, qo'ymi o'z egilariga qaytarildi. Mana bu Alloh taolaning qanday hukm qilishini biz Sulaymonga bildirdik degan oyatining mazmunidir. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu vaqtda yuqorqi o'xshash deganligini rivoyat qildi. Ibn Abu Hatim mundaq rivoyat qildi. İyas ibn Muaviyaning qozi bo'lib berishi talab qilinganda, uning qishig'a Hasan Basri keldi. U Hasanni ko'rib yig'lab ketdi. Hasan uningdan "Nimaga yig'laysan?" deb so'raydi. U ey Saidning dadasi, ya'ni Hasan, men qozi bo'lganlardan to'g'ri hukm chiqarish uchun terishib xato ketgan kishining va hukm chiqarganda xohishiga egishib ketgan kishining do'zaxda bo'ladiganligini, to'g'ri hukm chiqarish uchun terishgan ham to'g'ri hukm chiqargan kishininglar jannatda bo'ladiganligini anglagan edim. Men shuning uchun yig'layapman deb javob berdi. Hasan uningga haqiqatan Alloh taolaning Davud, Sulaymon va boshqa payg'ambarlarning hukm chiqarganligi to'g'risidagi bayon qilgan qissalari bu so'zning to'g'ri emasligini ko'rsatib berdi. Alloh taolo
Davud bilan Sulaymonning qissasini bayon qilgan. Alloh taolo Davud bilan Sulaymonning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida bir qavmning qo'yi kechisi ziroatni yeb buzib etganda, u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ularning hukmiga biz shahid edik, dedi. Ya'ni Alloh taolo Sulaymon alayhisalomni to'g'ri hukm chiqarganligi uchun maqtadi. Davud alayhisalom hukmda xato kessimi, uni hech qanday ayblamadi. Haqiqatan Alloh taolo kishilar orasida hukm chiqaradiganlarga, ular mayli qozi yoki boshqa birisi bo'lsin, hukm chiqarganda pulga setilib ketmaslik, xohishiga ergishib ketmaslik va birsidan qo'rqmaslikdan iborat ishining tepilishini shart qildi deb, ondan mushu to'g'risida kelgan bu oyatlarni o'qidi. Ey Davud, seni biz haqiqatan yer yuzida xalifa qildik. Kishilarning orasida odillik bilan hukm chiqargin. Nefs xohishiga ergashmaginki, u seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Ey Yahudilarning o'limalari, kishilardan qo'rqmanglar. Mendan qo'rqinglar. Mening oyatlarimni oz pulga tegishmanglar. Ya'ni pul, mol, mansab va para uchun oyatlarimning hukmini o'zgartib etmanglar. Amr ibn As radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. İki ayol birga turib-tatdi. Ularning yenida birdan balasi bor edi. To'satdan bir bo'ri kelib, u ikki balaning birisini elib ketdi. Ondan u ikki ayol qolgan bala to'g'risida davolashib Davud alayhisalomning qishiga keldi. Davud alayhisalom u balani cho'ng ayolga buyurib berdi. U ikki ayol chiqib ketayotganda Sulaymon alayhisalom ularni to'xtatib, qo'liga pichoq elib keliblar, men bu balani ikki parcha qilib, ikkinglarga bir parchadan bo'lib berman, dedi. Shuning bilan kichik ayol, Alloh taolo sana rahim qilsin, uni ikki parcha qilmagan, u bu ayolning balasi, dedi. Sulaymon alayhisalom bu balaning haqiqiy onasining cho'ng ayol emas, balki kichik ayol ekanligini bilib, u balani kichik ayolga buyurib berdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Tog'larni, qushlarni Davud bilan tasbih aytishga musaxxar qildik. Shunda qilishga biz qodir edik. Bu Davud alayhisalom Zaburni chiroyli ovozda o'qiganligi uchun shunda qilingan. Davud alayhisalom Zaburni mungluq o'qigan vaqtida havoda uchib yurgan qushlar mahliya bo'lib birga tasbih aytadi. Tog'lar aks sado qaytaratdi. Shuning uchun bir kechisi payg'ambar alayhisalom chiroyli ovozda Qur'on o'qiyotgan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning qishidan o'tib ketib, uning o'qigan Qur'onini tinglab turib, haqiqatan buningga Davud alayhisalomning yiqimliq ovozidan berilibdi, dedi. Abu Musa Ash'ari, ey Allohning payg'ambari, agar men sening qiroatimni tinglashganligingni bilgan bo'lsam, albatta sana texmi chiroyli qilib o'qib berardim, dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Janglarda sizlarni yarador bo'lishdan saqlash maqsadida Davudga sizlar uchun savut yasashni o'rgatdik. Qatada mundaq dedi. Haqiqatan Davud alayhisalomdan ilgari janglarda ishlatilgan savut halqsiz holatda edi. Davud alayhisalom birinchi bo'lib savutni takshi halqiliq qilib yasagan kishidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Biz Davudga dargohimizdan haqiqatan fazl, ya'ni payg'ambarlik, zabur, tog'larning va qushlarning bo'ysunishi, to'mirning yumshoq bo'lib berishi, savut yasashni bildirishlar ato qildik. Ey tog'lar, ey qushlar, Davud bilan birlikda tasbih aytinglar, dedik. To'mirni Davudga yumshoq qilib berdik.
Biz onunla aytdık. Mükemmel savutlarını yasagın. Savutlarını yasaşda halqalarını bir-biriga taksh qilgan. Sulaymon alayhisalomning tangdoshsiz podshohligi. Sulaymonga qattiq chiqadigan shamolni musaxxar qilib berdik. Shamol Sulaymonning amri bo'yicha biz barakatli qilgan zaminga, ya'ni Shamga boratdi. Biz hammani bilguchimiz. Yani Sulaymon alayhisalomning cho'ng bir taxtadan yasalgan selinchisi bor edi. Uning ustiga otlar, to'gilar, chedirlar, askarlar va davlat ishlarida ehtiyojli bo'lgan hamma narsalar qo'yiladi. Ondan Sulaymon shamolni buyurdi. Shamol bu selinchini uchirib, u xohlagan yerga apratdi. Uçar kuşlar Sulaymon alayhisalomni kun nuridan asrash uchun soya tashlab mang'atdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Biz Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning buyrug'i bo'yicha u xohlagan tarafga larzan mang'atdi. Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol tushdan ilgari bir oylik musofani, tushdan keyin bir oylik musofani basatdi. La ilaha illalloh. Sulaymonga yana bir qism shaytonlarni musaxxar qilib berdik. Ular dengizlarga cho'kib, uningga unchi marjon go'harlarni suzib chiqatdi. Ular yana shaharlarni, egiz saroylarni selishdek boshqa ishlarni qiladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Hamda uningga katta binolarni salalaydigan qurg'uchi va dengizlarga cho'kib unchi marjonlarni elib chiqalaydigan g'avvos shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Yana nurg'un shaytonlarga ishkal selingandir. Yani Allah Teala Sulaymon alayhisalomni shaytonlarning ziyon yetkazib qo'yishidan saqlaydi. Hamma shaytonlar uning qo'l ostida bo'lib, ulardan birsimi Sulaymon alayhisalomga chiqilishga petinolmaydi. Aksicha Sulaymon alayhisalom ularni o'zi xohlagancha boshqardi. Agar xohlasa, ularning ichidan xohlaganini qo'yib berib, xohlaganini bog'lab qo'ydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi. Yana nurg'un shaytonlarga ishkal selingandir. Ayyubning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Rabbiga haqiqatan meni balo, ya'ni qattiq kasal urib oldi. Sen eng marhamatliksan deb duo qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uning beshiga kelgan baloni ko'tarib etdik. Uningga rahim qilganligimiz, ibodat qilguvchilarga ibrat qilganligimiz uchun uningga oilasini va uningga o'xshash bir barobarni ziyoda ato qildik. Ya'ni uning o'lgan bolalarining va yo'qolgan mollarining o'rniga bir hassi ko'p bola, bir hassi ko'p mol berdik. Ayyub alayhisalomning qissasi. Ayyubning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Rabbiga haqiqatan meni balo, ya'ni qattiq kasal urib oldi. Sen eng marhamatliksan deb duo qildi. Allah Teala bu oyatda Ayyub alayhisalomning mol mulkiga, bola chaqalarga va o'ziga kelgan sinoqlarni bayon qildi. Ayyub alayhisalomning qo'y, kala, ot, to'ga va ziroat bo'lib nurg'unlagan mol mulki va esil uy zaminlari bor edi. Bola chaqalarimi ko'p edi. Ayyub alayhisalom bularning hammasidan ayirib etilib sinaldi. Oxiri sinoq uning badanida boshlandi. U shahardan ayrilib bir chet yerga ketdi. Kishilar ichida uningga ayolidan boshqa ko'ngil bo'ladigan bir kishi qolmadi. Rivoyatlarda ayoli Ayyub alayhisalomni beqish uchun kishilarga xizmatkor bo'lib ishladi deyiladi. La ilaha illalloh Muhammad. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi. Kishilarning ichida eng qattiq siniladiganlar payg'ambarlardir.
Ondan qalsa solih taqvodor kishilardir. Ondan qalsa yaxshi kishilardir. Ondan qalsa uningdan tövenrek turadigan kishilar, uningdan tövenrek turadigan yaxshi kishilardir. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda mundaq dedi: bir kishi iymonga qarab sinaladi. Iymoni kuchli bo'lsa, sinoq cho'ng bo'ladi. Ayyub alayhisalom sabr qilishda eng chekiga yetgan edi. Şunu o sabr qilguvchilar uchun misol qilindi. Yazid ibn Maysara mundaq dedi: Alloh taolo Ayyub alayhisalomning bola chaqalari va mol mulkidan birini qo'ymay hammasini elib ketib sinagan vaqtida Ayyub alayhisalom Alloh taoloni nihoyat ko'p yod etib: "Ey insonlarning Rabbi, men sana hamd sano aytaman. Sen bana yaxshi ne'matlarni berding, mol mulk va bola chaqalarni berding. U narsalarning muhabbati qalbimning kichikkina yerini qo'ymay, hamma yeriga o'rnab ketgan edi. Sen uning birini qo'ymay elib ketib, dilimni mol dunyo va xotin bolalarimning mehrdan bo'sh qilib qo'yding. Shuning bilan hozir sen bilan mening orliqimda hech to'salg'i qolmadi. Agar dushmanim bo'lgan iblis sening men qilgan bu ishingni bilsa, menga cho'qim hasad qilgan bo'ladi dedi. Shuning bilan iblis Ayyub alayhisalomning butun mol mulkidan ayrilib, Alloh taologa ibodat qilish bilan bo'layotganligini bilib, nihoyat bearam bo'ldi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Yazid ibn Maysara yana mundaq dedi: Ayyub alayhisalom, ey Rabbim, haqiqatan sen menga mol mulk va bola chaqalarni berding. Ta hozirgacha mening ishigim oldida biror kishi kelib, sen menga mundaq zulm qilgan deb baqqini yo'q. Sen bularni yaxshi bilsan. Menga yotqili o'rin tayyorlab berilsa, uni tashlaydim de özümge: "Hey Ayyub, sen bu o'rinda yetish uchun yaratilmagan" deydim. Mening o'rinni tashlab, oningda yatmasligim faqat sening roziligingni izlash uchun edi dedi. İbn Abu Hatem Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo Ayyub alayhisalomni saqaytgan vaqtida onunğa oltindan bo'lgan cheketkilarni tushirib berdi. O cheketkilarni kiyimlarining ichiga selishga boshladi. Onunğa "Ey Ayyub, to'ymadingmi?" deyildi. O "Ey Rabbim, sening rahmatingga kimmi to'ydi?" dedi. Subhanalloh. Onunğa rahim qilganligimiz, ibodat qilguvchilarga ibrat qilganligimiz uchun onunğa oilasini va onunğa o'xshash bir barobarini ziyoda ato qildik. Ya'ni uning o'lgan bolalarining va yo'qolgan mollarining o'rniga bir hassa ko'p bola, bir hassa ko'p mol berdik. İbn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat to'g'risida mundaq deganligi rivoyat qilindi. Ayyub alayhissalomga bola chaqalarining o'zi qaytirib berildi. Avfimu ham İbn Abbas radhiyallohu anhumaning shundaq deganligini rivoyat qildi. İbn Mas'ud, Mujahid, Hasan va Qatada qatorliqlarning bu vaqtda İbn Abbas radhiyallohu anhumaga o'xshash deganligi rivoyat qilindi. Mujahid yana bir rivoyatida mundaq dedi: Ayyub alayhissalomga: "Ey Ayyub, sening bola chaqalaring hozir jannatda. Agar xohlasang, biz ularni sana qaytirib beramiz. Xohlasang, ularni jannatda sana saqlab qo'yamiz. Ularning o'rniga sana ularning o'xshishini beramiz" deyildi. Ayyub alayhissalom: "Ularni men qaytirib bermay, jannatda men uchun saqlab qo'ygan" dedi. Alloh taolo ularni Ayyub alayhissalom uchun jannatga qo'yib, ularning o'rniga dunyoda ularning o'xshishini berdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Alloh taolo bularni Ayyub alayhissalomga rahmat qilish yuzidan shundaqla
Allah Teala'nın xohishiga oldin ola o'rinlashtirilgan musibatlar yetadigan bandalarining sabr qilishida uni o'ziga ulgi qilishi va ularning bu musibatlarning bizga yetishi Allah Teala'nın bizni xor ko'rganligi uchun berilgan o'xshaydi deb qolmaslik uchun Ayyub alayhissalomni shunday qildi. Allah Teala'nın bunda qilishida cho'ng bir hikmat bordir. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Enbiya suresi tefsirinden 84. ayetçi anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.